yosh kadrlarni jalb qilish, qo'shimcha fan to'garaklar tashkil etish masalasini qo'yganmiz. Strategik reja tuzilgan muammolar haqida faoliyatimdan o'rganib chiqqan vazifa ular tarkibida kraxmalning bor yo'qligini aniqlash uchun Mana bugun yakuniy imtihonlar bo'lib o'tyapti. Yakuniy imtihonlarda shaxsan mening mavzum 3-sinf o'qish savodxonligi darsligidan Al-Beruniy mavzusini amaliy metodlar orqali o'qitish edi. Virtual o'yinlaridan, bambuzil o'yinlaridan foydalanib, o'tilgan mavzularni, yangi mavzularni bir-biriga bog'lash jarayonida juda qulayligini amalda sinab ko'rdim va mana shuni taqdim etdim. Pedagogik mahorat markazida biz pedagoglar uchun juda keng qulay sharoitlar yaratilgan. Barcha ustozlar tomonidan chuqur, yuksak bilimlar berilmoqda. Imtihon jarayonlari juda chiroyli, odilona, shaffof o'tmoqda. Ko'rib bulutli metoddan foydalanamiz.